Assalomu alaykum aka birodarlar. Bizda nafaqat porti, bongo ham full pozitsiyada ham bongolarimiz bor. Ko'rishinglar mumkin, hozirgi bongoyimiz o'ta zo'r, yaxshi holatda menga egasiga gap bo'lishi mumkin emas. Kelib ko'rsatishingiz mumkin. O'zbekistonga prixod hisoblanadi. Mashinamiz 2022-yil 10-oy. Mashinamiz o'ta yaxshi holatda minganligi ko'rinib turibdi. Mashina ichini ko'rsanglar, hamma narsasi bor. Full paketda, GLS paketda deyiladi. Mashinamiz 32% bilan ko'rishinglar mumkin, to 8 km yurar ekan. Mashina 100% zaradkasi bilan xudo xolos 300 km yuradi. Kurs kontrol, klimat kontrol, polisa zadержания, hamma narsasi bor. Abduf, abagrev. Gentrada yo'q narsalarimiz bor. Bor-ku, sizlar mana shu mashinani olsanglar kam bo'lmaysizlar. Mashinada qo'shimchasiga qaranglar, zaratnilargacha qo'yib qo'yganligini. Mashina birorta qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Mashina 2022-yil bo'lishiga qaramasdan mashinani zo'r holatda mingan ekan. Buni taglarini ham ko'rishingiz mumkin. Taglari ham 2021-yil mashina bilan bir xil turibdi. Batareyalari birorta chizilgan, qirilgan, bir kirib qolgan joylari yo'q. Orqa holatlari ham, tunkalari ham o'ta yaxshi holatda. Oldida ozgina chirigan joyi bor. U ish emas akalar. Mana bu yerda ko'rsanglar, sandiqchalargacha bor ekan. Sandiqchalarni ko'ringlar. Bu o'zi asli bu ham qo'shilsa pul turadi bu. O'zi Koreyada havo bekorga xolos, qolgan hamma narsa pul turadi. Shuni ko'rishingiz mumkin mashinani. Birorta chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Akkumulyator holatlari ham, balon holatlari ham. Balonda rasxod yo'q. Balon o'ta zo'r holatda. Ko'rishingiz mumkin, tishlari ham o'ta yaxshi holatda. Afshipkalarni ko'rishingiz mumkin, o'ta qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Mashinada xudo xolisa bir tomchi kraskasi yo'q. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Narxini akalar O'zbekistongacha, bojxonagacha chip Namangan $16,000 qilib beramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar.